Tak, yana bir bor assalomu alaykum hammaga xayrli kech. Menga уже kech to'g'risi, sizlarga balki kun bo'lishi mumkin. Demak, boshladik bugungi ikkinchi mavzumiz markaz strukturani ikkinchi qismi hisoblanadi. Bugungi asosiy o'rganishimiz kerak bo'lgan mavzu bu bozor o'z harakati davomida, aytaylik, trend yuqoriga yoki pastga harakatlanayotgan davomida qanday qilib razvorot oladi. Ya'niki razvorot bu masalan yuqoriga ketayotganda pastga birdan almashib ketishi yoki pastga ketayotganda yuqoriga bozorni harakati almashib ketishi. Bu haqidagi ma'lumotni ozginasini aniqlab aytib o'tdim. Birinchi anaqamizda darsligimizda hozir esa shu haqida gaplashamiz va darslikni davom etamiz. Demak, darsni boshlashdan oldin eslatib o'tmoqchi edim, 10 mingta odamga tradingni bepul o'rgatmoqchiman. Jonli efirda mutlaqo bepul bo'ladi. 10 mingta odamga premium efir qilib Telegram kanalimda o'rgatishni boshlagan. Shartlar oddiy, shunchaki Telegram kanaliga o'tasizlar, obuna bo'lasizlar va ularning orasidan eng zo'rlarini tanlab olib, ularga prizlar, sovg'alar beriladi. Demak, boshladik. Linkni opisiyanida qoldiraman. Albatta o'tinglar, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va albatta video foydali bo'lsa do'stlarga jo'natinglar, savollar bo'lsa kommentariyada yozish, like bosish, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Albatta prosta kommentariyaga rahmat deb yozib qo'ysangiz ham xursand bo'laman. Demak, boshladik. Birinchi tushunishimiz, bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Bozor o'z harakati qanaqa bo'lishini biz bilib oldik, to'g'rimi? Bozor yurdi, asosiy kelgan pastga tomon harakatlandi. Ushbu harakat davomida bozor o'zini bitta maksimum hosil qiladi. Mana bu maksimum hisoblanadi yoki bozor yuqoriga harakatlanayotgan bo'lsa, bu xayr deyishimiz mumkin. Bu haqida ma'lumotni bundan oldingi videoda aytib o'tgandim. Demak, maksimum hosil qildi va toki bozor ushbu maksimumni yoki ushbu minimumni buzib o'tmaguncha hozircha bozor range harakatda degani. Ya'ni kim mana bu minimum yoki bu maksimumni buzib o'tmaguncha bozor mana bu yerdagi 3-harakatimizda degani. Agarda bozor maksimumimizni qaysidir holatda, qaysidir yerdan kelib, qaysidir hududdan kelib buzib o'tsa, ujub bozor bizning maksimumimizni yangiladi va bizga tasdiq berdi, что bozor umumiy hisobda bu harakatida yuqoriga harakatlanmoqda. Ya'ni kim trend bo'lib yuqoriga harakatlanmoqda degani. Shu o'rinda mana bu maksimumimiz yangiladi. Aynan mana bu to'xtagan joyini biz maksimum deb ola olmaymiz. Nimaga ola olmaymiz? Toki bozor ushbu harakat davomida yana ham pastroqqa ozgincha tushmaguncha. Tushundingmi? Ya'ni bozor tepada to'xtab qolgan bo'lsa, bu maksimum emas. Hatto bu o'sha tepaligidan, ya'ni ki maksimumdan ozgina pastga tushib bersa, ozgina. Uju mana bu yerda biz bemalol yangi maksimum deya olamiz. Sababi bozor asta-sekinlik bilan pastga harakatlanishni boshladi. Bu o'rinda biz eslab o'tamiz, bizning keyingi minimumimiz mana bu yerga joylashdi. Va mana bu minimumimiz uju asosiy minimum emas, asosiy minimum mana bu bo'lib qoldi. Demak, xuddi shu tarzda bozor o'z harakatini davom ettiradi. Deylik, keldi, minimum hosil qildi va yana maksimum buzib o'tdi. Asosiy kelgan pastga harakatlanishni boshlashi bilan biz bilamiz, bu maksimum уже yangilangan. Mana bu holatimiz nima edi? Maksimum hisoblanadi. Oxirgi maksimum hisoblanadi. Bo'ldi, bizga bozor asosiy holatda oxirgi maksimum yaratib berdi, bu maksimumimizni yangiladi. Hozircha bizning asosiy maksimumimiz aynan shu yer hisoblanadi. Demak, bozor xuddi shu tarzda o'z harakatini davom etaveradi. Toki bozor ma'lum bir joyga chiqqandan so'ng oxirgi o'zi yaratgan minimumni yangilamaguncha. Ya'ni diqqat bilan e'tibor beramiz. Bozor har bitta joyda o'zidan minimum hosil qildi va ushbu minimumlarni yangilamadi. Ularning yangilanishi qanday bo'ladi? Birinchi darsda aytib o'tganimdek, undan oldingi minimumdan yana ham yuqoriroq minimum hosil qiladi. Keyingi minimumdan yana yuqoriroq minimum hosil qiladi. Shu tarzda bozor o'z yo'nalishida trend bo'ylab harakatlanadi. Aynan shu narsa trend harakati deyiladi. Demak, ushbu harakat davomida bozor minimumlarni yangilamagan edi. Mana bu yerdagi minimum yangilangach, ya'ni ki bozor o'z harakat davomida minimum yangilab qo'ysa, boshqa yana ham yangi minimum hosil qiladi. Bu minimumdan pastroqda hisoblanadi. Chunki bundan oldingi minimumlar birortasi mana bundan oldingi minimumdan past emas, yuqorida. Mana bu minimum bundan ham past emas, yuqorida. Xuddi shu tarzda davom etayotgan edi toki mana bu oxirgi minimum yangilab qo'yilmaguncha. Bu birinchi sabab. Bizning bozorimiz razvorot olayotganligidan birinchi dalolat, birinchi sabab bo'ladi. Bozor atkat qiladi ozgincha yuqoriga va yana ozgincha yurib, o'zi hosil qilgan minimumni yangilaydi. Bu bizga ikkinchi sabab bo'ladi.
Уже bizda ikkita sabab bor bozor razvorot qilayotganligi. Demak, biz prям keyingi откатidan sellga kirishimiz uchun uverin bo'lamiz. Sell pozitsiya ochish uchun prям mana bu yerda uverin bo'lamiz. Aynan bozorda sell pozitsiya ochish uchun. Chunki уже bizga ikkita sabab bor. Birinchi sababi o'zi bundan oldingi asosiy minimumni yangiladi va o'zi kichkina minimum hosil qilib, o'shani ham yangiladi. Va keyingi откатdan biz sell pozitsiya izlaymiz degan. Sell pozitsiyani odatda nimalardan izlaymiz? Agarda bozor ichida qandaydir yashirin order blok bo'lsa, secret order blok deyiladi, yoki bo'lmasa fair value gap, ya'ni imbalans bo'lsa, biz o'sha yerdan bozordan savdoga kirsak bo'ladi. Aynan sell pozitsiya uchun dальнейшем keyingi minimumlarni ham bozor yangilashlik maqsadida borishligi mumkin va o'sha borish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. O'sha narsani страховкасini olgan holatda sekin-sekin bozorga savdoga kirsak bo'ladi. Aynan shu narsa razvorot hisoblanadi. Endi xuddi shuni teskari holatda qanday holatda? Boya aytib o'tganimdek, men har bittasini bitta-bitta chizib turmayman. Ya'ni ko'rib turibmiz, maksimumlar nima bo'lgan? Yangilanmagan. Maksimumlar nima bo'lgan? Yangilanmagan. Ya'ni har bitta maksimumga diqqat bilan e'tibor bersak, keyingi maksimum pastda joylashgan. Minimumlar borasida gapiradigan bo'lsak, aksincha har bitta minimumlar nima bo'lgan? Yangilanyapti. Har bitta minimum mana yangilanib kelmoqda. Buni chizib o'tirmadim, sizlarga qo'yib tashladim, чтобы tushunib olish uchun. Minimum yangilanib kelmoqda. Ushbu harakat davomida bozor o'zi yaratgan maksimumni yangilab откат qilsa, aynan ideal joyimiz mana shu kirish joyimiz bo'ladi. Lekin bu yerda bizga nima bo'ladi? Bittagina sabab bor. U ham bo'lsa o'zi yaratgan oxirgi maksimumni nima qildi? Yangilab qo'ydi. Tushundingizmi? Sabab bo'ladi faqatgina bizga mana bu yerdagi agar fair value gap, imbalanslar bo'lsa, mana bu yerdagi sabablar bo'lsa, albatta yozgan sabablarim bo'lsagina, bozordan biz противоположный tomonga kirish, ya'ni kim razvorot bo'ladigan tomonga kirishimizga sabab bo'ladi. Bozor shu yergacha borishi mumkin degan. Tushundingizmi? Odatda bunday holatdan keyin bozor judayam sekin yuradi. Bu narsaga diqqat bilan e'tibor beramiz. Xo'p. Endi bu razvorotlar endi. Kelib bozorda ichida shu narsani topishga harakat qilamiz. Mana bu chizgan narsalarni o'chirmasam ko'payib ketdi. Serios, internet ishlamay qoldim. Bo'ldi. Endi qaraymiz. Mana bu yerda. Mana buni o'chirib yuboray. Qaranglar, bozor pastga ketyapti, to'g'rimi? O'zi harakati davomida minimum bor, to'g'rimi? Va maksimum bor. Maksimum bor. Xuddi shu tarzda bozor davom etyapti. Minimum bor, o'zini maksimum bor. Bu minimumni o'zini maksimum mana bu hisoblanadi. Nimaga deganda pastga harakatlanish davomida biz mana buni ham maksimum deb olsak bo'ladi. Lekin mana bu yer bizga standart va yaxshiroq ko'rinyapti, yaxshiroq informatsiya beradi. Shu hisobiga biz mana shu yerni maksimum deb olsak bo'ladi. Mana buni biz maksimum deb olsak xato bo'lmaydi. Bu ham zo'r. Lekin biz mana bu yerda olganimiz yaxshiroq, sababi bozor range harakati ichidagi maksimumni hisoblanadi. Shu hisobiga bizga asosiy minimum kerak. Buni maksimumini minimum mana bu yerga to'g'ri kelib qoladi. Shu hisobiga men buni maksimum deb olmadim. Mana bu yerga to'g'ri kelib qoladi, buni maksimum minimum. Xo'p, pastga harakatlanish davomida har bitta maksimum o'zini minimum bo'lishi kerak. Chunki birinchi minimum yaraladi. Shundan keyin har bitta maksimum o'zini minimum bo'lishi kerak. Bizda mana bu maksimum minimum hisoblanadi. Shuning uchun buni olmadim, chalg'iymiz. Xo'p, bozor pastga tushdi, minimum hosil qildi, yuqoriga chiqdi maksimum. Pastga tushdi, minimum nima bo'ldi? Yangilandi. Minimum yangilandi. Va bozor pastga tushib, yuqoriga chiqdi, maksimumni yangilay olmadi va o'zidan kichkina maksimum hosil qildi. Boya aytgandek, kichikroq maksimum hosil qilishi mumkin. Pastga tushdi. Asosiy sabab mana bu yerdagi mana bu maksimumchani minimumi yangilanmadi va bozor yuqoriga harakatlanishni boshladi. Ushbu harakat davomida bir emas, birdaniga o'zini kichik minimumini yangiladi. Undan oldingi minimum o'zini kichik maksimumini yangiladi. Undan oldingi maksimumni ham yangiladi. Bitdi. Bundoq ko'ramiz. Mana soyada yangiladi. Va sekin protorgovka qildi. Mana shu shamdonni o'zi yangilab откат qilyapti. Откат bo'yicha bizga bozorga savdoga kirishimiz uchun sabab bor. Sabab beryapti, imbalans va yuqoriga ketyapti. Ideal holatda yurib beryapti. Ya'ni
biz bunday holatda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana shu yerdan bayga kiradigan bo'lsak, stopimiz bundan oldingi shamdonni aytaylik tanasigacha qo'yamiz. Odatda men keyingi shamdonni tanasigacha qo'yaman. Chunki tanasigacha keladigan bo'lsa, daraja pastga ketadi degan. Tanasigacha qo'yaman. Agarda mana bu yerda stop degan yozuv bor, mana qaranglar, stop degan yozuv bor. Stop qancha bo'lsa, eng kamida 1 ga 1. 13.02 mi? Bizda ham 13.02 gacha o'xshab tursak bo'ladi. Eng kami 1 ga 1, eng ko'pi 1 ga 2, 1 ga 3, 1 ga 4 bu yoqqa o'xshab turaversanglar bo'ladi. Eng kami 1 ga 1. Va yoki oxirgi maksimum gacha o'xshab tursak bo'ladi. Oxirgi maksimum bu o'zi mana bu maksimumni yangilagan maksimumgacha o'xshab tursak bo'ladi. Bu ma'lumotgacha bo'ladi. Bizning rewardimiz 1 ga 1.25 bo'lib turibdi, ko'rib turibsizlar. 1 ga 1.25 bo'lib turibdi. Lekin biz 1 ga 2 qilsak ham bo'ladi. Bu uchun 13 ga 26.0 to'g'ri qilishimiz kerak. Mana shu atrofda bo'ladi. Bizning errorimiz 2 ga to'g'ri kelyapti. Risk rewardimiz 2, ya'ni 1 ga 2, 1% risk qilib 2% foyda qilishimiz mumkin. Biz bemalol foyda ishlasak bo'ladi do'stlar. Kimdir mana shu joyda nimanidir tushunmagan bo'lsa, kommentar sirada yozinglar. Tushungan bo'lsanglar, просто rahmat, oluvchiman, любой smileymi, plyusmi nimadir nuqta qo'yib ketsanglar ham xursand bo'laman. Eslatib o'taman, 10 ta odamga aynan tradingning kursini bepul o'rgatmoqchiman Telegram kanalimda. Shunchaki o'tib Telegram kanalimga obuna bo'linglar, opsiyaniyada like bosish, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videoni do'stlarga tarqatinglar, maksimal ko'pchilikka tarqatinglar, chunki video mutlaqo bepul yaratilyapti. Shuni hisobiga olgan holatda maksimal tarqatamiz. Endi bu pastdan yuqoriga razvorot haqida edi. Endi sekin mana ko'ramiz yuqoriga harakatlanish kelyapti va mana bu yerda razvorot bo'ladi. Demak, bizni shu holatda ham mana maksimumimiz yangilanadi, to'g'rimi? Maksimum yangilandi. Bu bizning oxirgi minimumimiz. Mana buni maksimumchani minimum. Yuqoriga chiqdi maksimum. To'g'rimi? Mana maksimum. Va bizdan pastga tushdi va mana bu yerda bitta minimum hosil qildi. Bo'ldi. Bozor boya aytib o'tganimdek, toki qaysidir maksimum yoki minimumni yangilab o'tmaguncha range harakatda hisoblanadi. Bozor bizning holatimizda mana bu minimumni hali yangilamagan edi. Bu maksimumni ham hali yangilamadi. Hozircha demak maksimum va minimum ichida yuribdi. Demak bu range harakatda degan. Sababini tushuntirsam, mana koridor harakati bo'lib turibdi, ko'rib turibsizlar. O'sha holat. Xo'p, endi bozor o'zini kichik maksimumchalari bor edi. Maksimum minimum ichidagi kichik maksimumchalar, o'shalarni nima qildi? Prosta tozalatdi, pastga tushib ketdi. Va bizga mana asosiy birinchi sababni berdi. Birinchi sababimiz mana minimum yangilanishi. Atkatidan birinchi imbalansni olamiz. Fayji biz mana buni olsak bo'lardi. Biz o'rtasidan oldik. Sabab mana bu yerda birinchi sabablar bor. Uni keyingi hududlar mavzusida o'tsak bo'ladi. Atak hududlar mavzusini men YouTube kanalimda qo'yganman. Ularni ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi, xohlasanglar boshlang'ich ta'limda yoki strategiyalarda bo'ladi. YouTube kanalimda playlistda tayyor bor, juda ham ko'p tavsiyalar qo'yganman, bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bizga ushbu holat signal berdi selga ketishimiz kerak. Demak, biz imbalansdan kiradigan bo'lsak, stop loss tanasiga qo'yamiz. Odatda agar undan ham yuqoriga qo'yadigan bo'lsam, uncha cho'zilib ketib qoladi. Shuning uchun mana shunday qo'yaman. Shuni o'zida ham 200 pips stop loss bor. 20 ko'rsatib, bu 200 pips degan. 1 ga 1imiz. Mana bu yerlarga to'g'ri keladi. Mana oxirgi o'zini minimumigacha qo'ysam 1 ga 2 revert bo'ladi. Nimaga o'zini oxirgi minimum? Bizda eng asosiysi o'z minimum hosil qilib atkat qiladigan bo'lsa, ya'ni mana bu maksimum minimumni likvid qilgan, to есть yangilagan minimum bizning asosiy selimiz, ya'ni targetimiz bo'ladi. O'sha selga qarab yuramiz degan. Xo'p. O'sha target bo'ladi. Mana shu holatda 1 ga 2 holat bu ideal holat. Mana risk rewardimiz 2 ko'rinib turibdi. Risk reward 2. Ideal. Ya'ni biz 1% risk qilib 2% foyda oldik degan. Risk reward 2. Xo'p, lekin umumiy hisobda yurib berganini ko'rsak, juda ko'p yurib bergan. 860 pips yurib bergan. Agar uni bundoq tortadigan bo'lsam, risk rewardimiz 4 ga teng bo'lib qoladi, to'g'rimi? 4-3 ga teng bo'lib qolar ekan. Xuddi shunday bo'ladi. Demak, savolinglar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar, like bosish, tupa nimadir yozib ketsanglar kommentariyaga xursand bo'laman. Do'stlarga tarqatinglar, eslatib o'taman, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 10 mingta odamga tekinga dars o'taman va g'oliblarga, ya'ni yaxshi qatnashganlarga pulli yutuqlar, xullas sovg'alar bo'ladi. Barchalarni Telegram kanalida kutib qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha